Shu ko'chatlarni yetishtirish haqida qisqacha o'zingizning tajribangiz bilan bo'lishsangiz. Temur F1 urug'ini bizlar iyun oyining 20-chilosida stakanga tashlaganmiz. Uni 7-8 kun oralig'ida to'liq 100% desam mubolag'a bo'lmaydi, undirib oldik. Shu stakanga tuproq qarishmasini tayyorlayotganda 80% biagumuz, 20% tuproq aralashtirib stakanga joylaymizda, urug'ni tashlagandan keyin to'liq to'rt bilan ustini yopamiz. Unib chiqqandan keyin birinchi qiladigan ishimiz issiq bo'lganligi uchun tez-tez sug'oriladi. Buni birinchi navbatda Previkur kimyoviy dori bilan bir marta obработка qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz Alfa Agro jamoasi Surxondaryo viloyati Termiz tumanida bo'lib turibmiz. Bu yerda o'sha ko'pchilikning hurmatini qozongan ko'chatchimiz Bobur aka ko'chatxonalardan videolar tayyorlaymiz. Bu yerda Alfa Agro kompaniyasi taqdim etgan Temur F1 bulg'or qalampiri niholchalari yetishtirilmoqda. Niholchalar mana juda ham yuqori sifatli. Hozir biz ko'zdan kechirganimizda barglari toza, hech qanday kasallik alomatlari yo'q. Juda ham chiroyli, yaxshi, yuqori sifatdagi niholchalar yetishtirilgan. Albatta bu o'rinda bu insonni o'sha tajribasi, malakasini ham hisobga olish kerak. Hozir albatta e'tiboringizga ularni intervyularini taqdim qilamiz. Juda ham muhim bo'lgan o'zingiz uchun ma'lumotlarni olishingiz mumkin va albatta bemalol ko'chat borasida murojaat qilishingiz mumkin. Nafaqat Temur F1 bulg'or qalampiri, boshqa ko'chatlarni ham juda ham yuqori sifatda yetkazib, hamda ularni o'sha agronomik maslahatlar bilan berib borib hosilga kirgizishda dehqonlarimizga juda ham katta yordam bermoqdalar. Assalomu alaykum, Bobur aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hozir mana shu ko'chatlarni ko'rib, dehqonchiligingizni ko'rib, juda ham havasimiz keldi. Albatta shu o'rinda kanalimiz kuzatuvchilariga, mirishkor dehqonlarga mana shu haqda aytib o'tgimiz keldi. Bu yerda ko'rib turibmizki, Alfa Agro kompaniyasining Temur F1 bulg'or qalampiri niholchalari mana hozir ekishga shay holatda yetishtirilgan, juda ham sog'lom, chiroyli ko'chatlar bo'libdi. Albatta mana shu ko'chatlarni ham yetishtirish oson bo'lmagandir. Qisqacha mana shu haqda, ko'chatchilik haqida, chunki hozir nafaqat dehqonchilik va ko'chatchilik sohasiga ham qiziqadiganlar bizning kanalimizda ko'p bo'lyapti. Mana shu ko'chatlarni yetishtirish haqida qisqacha o'zingizning tajribangiz bilan bo'lishsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kasbdoshlar, dehqonlar. Albatta ishimni aytishdan oldin mana shu Alfa Agro firmasiga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki ular qanday urug' turdi bo'lmasin, o'z vaqtida bizga yetkazib beryapti. Endi bugun gapiradigan gapimiz bu Temur F1 urug'ini bizlar mana shu Alfa Agro firmasidan olib iyun oyining 20-chilosida stakanga tashlaganmiz. To'g'ridan to'g'ri stakanga tashlash usulini qo'llab, buni 7-8 kun oralig'ida to'liq 100% desam mubolag'a bo'lmaydi, undirib oldik. Asta-sekin bunga bizlar endi o'zining agrotexnik ishlovlarini berib bordik. Avvalambor bizda umuman boshqa viloyatlardan o'laroq farqli joyimiz, biz to'liq biagumska tayyorlamaymiz. Biz mana shu stakanga tuproq qarishmasini tayyorlayotganda 80% biagumuz, 20% tuproq aralashtirib stakanga joylaymizda, urug'ni tashlagandan keyin to'liq to'rt bilan ustini yopamiz. Shunda bu unib chiqishi oson bo'ladi. Namlikni tarkibida tuproq bo'lganligi uchun namlikni saqlab turish xususiyati yaxshiroq bo'ladi. Agar faqat biagumska qiladigan bo'lsak, endi Surxondaryo viloyati respublikamizning janubiy viloyati bo'lganligi uchun nihoyatda issiq. Tez chanqab qolishi mumkin. Shuning uchun biz o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda mana shu usulni qo'llashga qaror qilganmiz. Endi bunga unib chiqqandan keyin birinchi qiladigan ishimiz mana shu kasalliklarning oldini olish uchun, qorason bo'lmasligi uchun, hammamiz bilamiz, mana issiq bo'lganligi uchun tez-tez sug'oriladi. Buni birinchi navbatda Previkur kimyoviy dori bilan bir marta obработка qilamiz. Albatta mana bu keyinchalik ko'chatning kasallanmasligining oldini olish uchun. Albatta endi buni hammamiz bilamiz, urug'ni tashlashdan oldin shu sug'orilganda oxirgi martasida leyka bilan 10 litrga 5 gram qilib Maxim Excel bilan obработка qilinadi. Bu ham ko'chatning unib chiqishidan oldin, unib chiqqandan keyin bo'ladigan kasalliklarning oldini olish uchun. Undan keyin asta-sekinlik bilan
ko'chatning qanday rivojlanishiga qarab birinchi oziqani berib boshlaymiz. Albatta bunga birinchi navbatda kalsiy beramiz, undan keyin NPKning yengil 3/18 ni beramiz, keyin 3/20-25 ga agar talab qilsa, ko'chat nimjon yoki bo'lmasa kuchsizroq bo'lsa, u beriladi. Hozir ko'rib turibmizki, ko'chatlarimiz normal holatda juda ham yuqori sifatda. Ko'rdim. Bemalol olib borib eksa bo'lardi. Endi biz ko'chat yaxshi ko'rinishga kelgandan keyin stakanlarda orasini 2 qator qilib ochib chiqqanmiz. Chunki bu orasidan havo olib, sirkulyatsiya yaxshi bo'ladi-da, ko'chat bo'yiga o'sib ketmasdan eniga yoradi. Buni stvollari qalin bo'ladi, ko'chatni olib borgan dehqon ham qiynalmaydi. Mana shuning uchun ko'chatlarimiz hozir bir tekis, ichidan mayda bo'lgan ko'chatlarni ajratib olib, bo'lak yana qo'shimcha oziqalar bilan boqqanmiz. Shuning evaziga bu yerda ko'chatlar hammasi bir xil tempada, bir xil rivojlanib davom etib ketyapti. Endi Boboyor aka, mana Timur F1 Bulg'or qalampiri haqida gapirdingiz. Juda ham katta, mana maydonda ancha katta miqyosda qilingan. Mana endi shunda urug'larni unib chiqishi qanaqa bo'ldi? Suvga ivitib urug'larni tashlagan ma'qulmi yoki shunda tashladingizmi? Qaysi usulda yaxshiroq unib chiqish holatlari bo'ldi? Shu haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz. Biz endi urug' qiynalib qolmasligi uchun asosan suvga bir sutka ivitib qo'yamiz. Ana. Bu endi ivitib qo'ygandan keyin ayniqsa Bulg'or qalampirlari uchun qancha ko'proq ivisa, shunchalik unumdorligi yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan, urug'ni albatta yaxshi unib chiqishi uchun bizlar mana shu urug'ni tashlab ustini qoplama bilan, to'rt bilan qoplaganimizdan keyin yangi eng yuqa bo'z materialini olib to'shaymizda, o'sha sug'organda u yoq bu yoqqa katilib qolmasligi uchun tep-tekis qilib ustidan mayda dush bilan to unib chiqqunga qadar sug'orib turamiz. F1 qalampiri, Bulg'or qalampiri endi Surxondaryoga yildan yilga oshib boryapti. Buni dehqonlarning shu navda ekishi, chunki bu nav o'zining kilo berishi bilan, taroziga qo'yganda donalarning grammi ortiqligi bilan, bozorda o'zining nima deymiz, husni, chiroyi bilan bozorda o'ziga torta olganligi uchun hozirgi kunda yildan yilga mana buni ekish dehqonlar tomonidan ko'payib boryapti. Endi yana bitta narsaga urg'u berib o'tishim kerak. Men endi butun viloyat bo'yicha mana shu dehqonlar orasida yuraman, ularni ishlariga aralashaman, o'tkazayotgan seminarlarga qatnashaman. Yaqindagina hurmatli prezidentimizning mana shu o'tkazgan video selektorida ham bizning dehqonlarimiz endi shunday mahsulot chiqarib berish kerakki, bu bizning dehqonlar endi jahon bozoriga o'zlari kirib borishi kerak. Endi hozirgi zamon dehqoni bu oddiy dehqon bo'lishi kerak emas. Bu hozirgi zamon dehqoni jahon bozori bilan gaplasha oladigan dehqon bo'lishi kerak degan urg'u berib o'tib ketdi. Men o'ylaymanki, mana shunday jahon bozoriga biz chiqishimiz uchun mana shu Timur F1 ga o'xshagan yaxshi navlarni agar o'zimizda ko'chatini yetishtirsak, dehqonlarimizga buning agrotexnikasini tushuntirib borsak, ertaga mana bu mahsulot hech qanday to'siqsiz jahon bozorini egallaydi. O'zi mana shu Timur F1 yildan yilga ko'payib boryapti soni, to'g'rimi? Surxondaryo hududida. Endi unuvchanlik haqida aytmadingiz, necha foiz unib chiqdi shu haqida? Buni unuvchanligiga kelsak, Timur F1 boshqa Bulg'or qalampirlariga nisbatan foizi nihoyatda yaxshi. Men masalan endi yoki o'zimiz e'tiborimiz kuchli bo'lgan yoki har bir urug' uchun kurashganmiz, bizlarda bu 97-98% da tashkil qildi desam xato bo'lmaydi. Yana endi yilning oxiriga kelganda ko'chat sotilgandan keyin buning itogasi aniq bo'ladi. Lekin unuvchanligi yaxshi. Endi men buni birinchi yil qilayotganim yo'q, bu menga yangilik emas. Shuning uchun bu Bulg'or qalampiri haqida men qancha gapirsam ham kam. Chunki buni o'zim bir necha yillar oldin mana bu firmalar bilan tanish bo'lmagan paytlarim ham bu Bulg'or qalampirini Toshkentda Qo'yliq bozorida ko'rib havas qilardim. Qani edi bizning dehqonlar mana shu qalampirlarni ekib yetishtirsa, chunki buning ko'rinishi, chiroyi, kilo berishi menga yoqqan. Xabarda xususiyati yuqori. Menga nasib qildiki, mana bu Alfa Agro firmasi bilan endi bizlar 15-20 yillik tanish, birga ishlaymiz. Mana shundan buyon bularni mana shu nafaqat Bulg'or qalampiri, pomidorlari bilan ham elga tanilib kelyapmiz.
Rahmat Boboyor aka fikrlaringiz uchun. Demak, dehqonlarimiz bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hozir odamni havas keladigan ko'chatlar bo'lib turibdi. Aytmoqchi edim. Rahmat, salomat bo'ling. Shunchalik e'tibor qilib, mana sizni orqangizdan ko'pchilik dehqonchilikni agronomik maslahatlar ham berib borasiz. Men xabarim bor. Dehqonchilikni yaxshi tushunib, yaxshi o'rganib, oilasiga daromad olib kelyapti. Albatta bunaqa savob ishlarda ham sizlarning ulushingiz ham juda ham katta. Alfa Agro kompaniyasi tomonidan minnatdorchilik bildirib qolamiz. Rahmat. Ishlaringizga rivoj Boboyor aka, salomat bo'ling.